Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda shunday Olim polvonda Abu Sahiydan 4 kilometr ichkarida Zangata tumanida uy. Hovlimizda 2 uy 3 sotuv 120 ming 6 xona, bitta oshxona, 4 ta sanuzeli bor. Mana hovlimiz bu tarafdan ko'rinishi, bitta sanuzi tashqarida, mahallada gaz, suv, svet, hamma narsa cho'tki, bitta kanalizatsiya endi kelayotgan ekan, mahallaning boshida bor ekan. Oshxonaning tagi polni podol qilingan. Mana uyimiz ichkarisiga kiraverish chap qo'lda shunday oshxonasi bor, to'rtta zina, yana bitta xona va sanuzil. O'ng qo'lda shunday zali bor ekan. Mana zalida mebellari kelishsa qolinar ekan. Uy yangi remontdan chiqqan ekan, hamma xonalarda cho'pli pol va radiatorlari bor ekan. Mana oshxonasi bu yoqda. Mana birinchi etajdagi ikkinchi xonasi bu. Oshxonadan keyin ikkinchi xona. Bu xonadan chiqqanimizdan keyin to'g'rida birinchi etaj sanuzeli. Mana zinadan ikkinchi etajga chiqqanimizda shunaqa keng koridori ham bor ekan. Chiroyli qilib lustralar qo'yib qo'yishibdi. Tepada ham 4 ta xonasi bor. Mana chap qo'ldagi birinchi xonasi bor, zali tepasi. Shunaqa katta xona. Bu ikkinchi etajdagi zalimizni bu yoq tarafdan ko'rinishi. Kimga shunaqa uylar kerak bo'lsa, videoni tashlab qo'yinglar. 4-xonamiz bu yoq tarafdan ko'rinishi. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, profildagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Bu mana 5-xonamiz. Ikkinchi etajdagi. Bu yerda o'zining sanuzillari bor ekan. Mana 5-xonadan chiqqaningizda to'g'rida yana bitta xona bor. Xuddi shunaqa xona sanuzillari bilan bu 6-xona bo'ladi.